Yil nechi aka? 2011. Top toza go'shqib, top tozami? Motor, korobka hadovrida ish yo'q. Yurgani qancha? 2 turib yurdi pastda. Motor mo yemaydi. Salon holatlar yaxshi holatda turibdi. Konditsionerlar xudo xolasa ishlaydi. Texnik ishi yo'q. Generalni chiqadimi? Gazlari bor, metallari. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Nechi pul aka? 75 million ha? Bo'ladigan ekan. 65 ga nechi pul qo'shay? To'g'ri keladimi? Nechi pul qo'shay? 69 bo'lsa oxiri. 69 bo'lsa berasiz-a? Bo'ldi. Nomer ayting. 99 lik 563 51 ha? Yaxshi lasetti so'raganlarga, xudo xolasa umuman mo yemaydi motori. Mana tindiq lasetti. Videoda qanaqa ko'rindi bilmadim. Men o'zim ko'zim bilan ko'ryapman. Mashina haqiqatan yaxshi holatda turibdi. 69 millionga baraka bo'ldi. Mana nomer pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Mana shu videoni lasetti so'ragan tanishlaringiz jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa siz bahona kimdir mana shu lasettini olib qo'yishi mumkin. Bunaqa chans, bunaqa variantlar faqat MBM bazarda bo'ladi. Videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bosinglar.